O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Agar siz Green Card lotereyasi g'olibi bo'lsangiz, ya'ni DV 2026 g'olibi bo'lsangiz, ushbu videoda oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bugun sizlar bilan birgalikda Green Card lotereyasi bo'layotgan so'nggi yangiliklar haqida tanishtirib o'taman, ya'ni suhbatlashamiz. Xabarlar bor, kechagina yangi qaror chiqqan, o'sha Donald Trump prezident yangi qaror chiqargan, 75 mamlakat uchun immigratsion vizalar berilish to'xtatildi, ya'ni pauza berildi noma'lum muddatga. Buning sabablari o'sha Donald Trump prezidentlik davrida o'sha nolegal ishlab kelayotgan muhojirlarni deportatsiya qilish ishlari olib borilayotgani uchun immigratsion vizalar to'xtatildi. Mana shu sabablarga ko'ra. Va bu narsa tabiiyki DV 2026 g'oliblariga ham ta'sir qiladi. Agar siz bu yil intervyungizni Green Card uchun suhbatingizni kutayotgan bo'lsangiz, intervyular bekor qilindi. Bu narsa nima deydi, o'z-o'zidan o'sha Green Cardda kuydi degan narsa kelib chiqadi. Sizlarga kuchli sabr, o'sha bilmayman. Boshqa hech narsa deya olmayman, chunki ko'pchilik mana shu narsani umid qiladi. Amerikaga kelishni, Amerika sehrli diyor, Amerikaga kelib yaxshi hayot kechirishni, o'sha yaxshi oylik, yaxshi daromad topib, bu yerda yaxshi hayot kechirishni juda ham ko'pchilik umid qiladi, orzu qiladi. Amerika bu orzu, o'zingizlar bilasizlar. Lekin mana shunga yarasha Amerika juda ham bir shafqatsiz diyor desa ham to'g'ri keladi. Bilmayman, agar Donald Trump prezidentlik davrida yangi qarorlar, qonun qoidalar chiqsa, yangi nima deydi, e'lon chiqsa, bilmadim. O'sha qachon Green Card lotereyasiga start beriladi, qachon bilmayman, o'yinlar ochiladi, qachon immigratsion vizalar berilish boshlanadi, hammasi noma'lum so'roq ostida turibdi. Xo'p do'stlar, Green Cardga oid eng so'nggi yangiliklarni siz ikkita veb-sayt orqali bilishingiz mumkin. Biri travel.state.gov sayti orqali, ikkinchisi dvprogram.state.gov sayti orqali. Mana shu ikkita veb-sayt orqali siz Green Card lotereyasiga tegishli bo'lgan eng so'nggi yangiliklarni bilib, tekshirib olishingiz mumkin. Albatta, veb-saytlar o'sha ingliz tilida, lekin siz telefon yoki kompyuter sozlamalarida tillarni o'zgartirib tekshirib olishingiz mumkin. Va hozirda xabarlar bor, DV 2027 uchun Green Card lotereyasiga start berilmagan, hammasi so'roq ostida, qachon start berilishi noma'lum. Ya'ni 2027 uchun Green Card lotereyasi o'sha yo'q deb hisoblaymiz va DV 2028 uchun bu yili, ya'ni 2026-yil oktyabr oyida start beriladimi, yo'qmi, bu ham o'sha so'roq ostida turibdi. Chunki mana bu muhojirlarni nima deydi, o'z yurtlariga jo'natish ishlari qachon to'xtasa, ushbu to'polon deymiz, nima deydi, mana shu holatlar to'xtasagina o'sha immigratsiya vizalariga start beriladi va hozirda DV 2026 g'oliblari uchun bilmayman. Bu to'g'risi intervyuga chaqirmaydi, suhbatda bu yil nima deydi, orzu qilmay qo'ysa ham bo'laveradi. Amerikaga kelib olganlar kelib oldi, ya'ni DV 2025 g'oliblari Amerikada o'sha hammasi ishlar boshqa nima deydi, moslashib bo'ldi. Lekin DV 2026 bilmayman. Umidimizni uzsak ham bo'ladi. Bu aniq, chunki Trump kecha qarorini chiqargan, imigratsion vizalar to'xtatildi deb. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Mana shunday yangiliklar uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videolar ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.